بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah azza va jalla inson bolasini hali u onasini qornida 121 kunlik holatida turganida taqdiriga rizqini bitib qo'ygan. Rizq Alloh tomonidan bandaga ato qilingan, hadya qilingan narsaki, mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqi bor. O'sha rizqini yeydi, oshig'ini ham kamini emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Albatta Ruhul Qudus, ya'ni Jabroil alayhissalom meni fikrimga shunday narsani olib keldi, pufladi. Nafs rizqini to'la olmagunicha, ajali yetmagunicha o'lmaydi. Uni talab qilishlikda chiroyli yo'l tutinglar. Sizlardan bittanglarni rizqinglarni kechikishligi uni gunoh, ma'siyat qilib shu rizqini talab qilishlikka undab qo'ymasin. Ish yurishmayotgan bo'lsa, qo'lida pul to'plamayotgan bo'lsa, qo'yingki, qarzini uzolmay mashaqqatda turgan bo'lsa, rizqi tang bo'lib turgan bo'lsa, hozir ana shu rizqni topaman deb haromga qo'l urmasin. Chunki dedilar Rasululloh, Allohning huzuridagi narsa gunoh, ma'siyat bilan talab qilinmaydi. Bugun shu darsimizning ikkinchi qismi. Demak, banda rizq topish yo'llarini tozasini qidirishligi lozim bo'ladi. Shariatga muvofiq bo'lgan yo'llar bilan kasb qilishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tis'ata asharu rizqi fit tijara wal ushru fil mawashi." Rizqni 10dan 9i tijoratda, 10dan 1 qismi chorvada. Ya'ni ko'ring, insonlarning rizqini kelishiga sabab bo'ladigan ishlarning kattasi bu tijorat ekan. Rizqning 10dan 9i tijoratda, 1 qismi chorvada. Birodar, harom savdo seni boyitmaydi. Halollik seni kambag'al qilib qo'ymaydi. Halollik ham, haromiyat yo'li ham bu bor yo'g'i sabab xolos. Seni boy qiladigan, kambag'al qiladigan Alloh taoloning xohishi. Biz taqdirimizga bitilgan rizqni borligiga iymon keltirdik. Endi ana shu rizqni kelishiga sabab bo'ladigan amallarni qilishligimizga shariat bizni buyuradi. Bu domlalarning gapiga quloq solasang, Alloh beradi deb o'tiraver deydi. Bekarlarning 5tasini yersan. Qaysi domla aytdi, rizq Allohdan deb o'tiraver uyda deb. Domlalar aytadi, rizq Allohdan, taqdiringga bitilgan, ammo sen shu rizqni kelishiga sabab bo'lgan mehnatni qilasan. Rizq Allohdan ekanligiga iymon keltirishing vojib bo'lganidek, ana shu rizqingni kelishiga sabab bo'lgan ishni qilishing ham shunaqa vojib. Ammo biz mana shu rizqimizni topish uchun qilayotgan sabablar bor yo'g'i sabab xolos. Rizq Allohdan. Podvalga bir olimni qamab qo'yishdi. Yerdan 15-20 metr pastda. Quyoshning nuri tushmaydi. Lampochkani yoqib qo'ygan, o'tiradi, yillab o'tiradi, qilgan ishi yo'q. Kunmi tunmi bilmaydi. Qarab tursa, ana shu xonasini shiftiga bir o'rgimchak insob qo'yibdi. Endi qaysi hasharot ilashadi unga? Yerdan 20-30 metr pastda bo'lsa u qamoqxonasi. Ajibda. Lekin o'sha o'rgimchak sababini qilib qo'ydi, to'rni to'qib qo'ydi shu yerga. Qarab turibdi. Qilgan ishi yo'q boyaga olimni. 3 kunda bir pasha kiradi, to'rga albatta ilashadi. Haligini yeydi o'rgimchak, tirikchilik qiladi. Yana 3 kun o'tadi, pasha kiradi, yana ilashadi, yana tirikchilikni qiladi. Tushunarlimi birodarlar? Shuning uchun yaxshi daromad olib turgan ishxonasidan, oyligidan ajrab qolishdan qo'rqib, ishdan haydab yuboraman desa, xo'jayinidan shunaqa bir
o'ltinib, yolvorib so'raydiganlar bor, yalinadi. Haydab yubormang meni, tirikchiligim nima bo'ladi? Bu ish menga kerak. Bu nimani belgisi? Bu odamni rizq Allohdan ekanligiga, iymonini zaifligi. Musulmon odam nima deydi? Alloh taolo rizqini bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqa eshigini ochadi. Chunki yuqoridagi hadisda aytildi, inson rizqini yeb to'liq olmagunicha, ajali kelmaguncha o'lmaydi. Tirikmi? Demak nimasi bor? Rizqi bor. Qo'rqma birodar. Ishdan haydalib ketishdan qo'rqma. Agar seni diniy, iymon, e'tiqodingga zarar qiladigan ish ustida bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ishni qilmay qo'yaver. Allohni tanigan, Allohga bo'lgan iymoni quvvatli bo'lgan odam hech qachon o'zini rizqini deb turib birovga xor qilib qo'ymaydi. Ishing ham sabab, zavoting ham sabab, xo'jayining ham hammasi sabab. Tirikmisan? Tiriksan, demak rizqing bor, qo'rqma. Birodarlar, sabablar bu sabab xolos. Bu hozir sizlarga aytadigan narsamni avvalgi darslarda aytganman, o'rni kelganda takrorlaymiz. O't, olov kuydirmaydi. Allohning xohishi kuydiradi. Ibrohim Halilullohning qavmi u kishini kuydirishligi uchun juda ham katta gulxonni yoqishdi. Sababni qilishdi. Ibrohim alayhisalomni o'tga uloqtirishdi. Sababni qilishdi. O't kuydirdimi? Yo'q. Demak, o't kuydirmaydi. Allohning xohishi kuydiradi. Sabablar sabab xolos. Suv cho'ktirmaydi, suv o'ldirmaydi. Allohning xohishi cho'ktiradi, Allohning xohishi o'ldiradi. Yunus alayhisalom qavmi kemadan dengizga uloqtirib tashladi. Suvga tushdi. Katta kit kelib yutib dengizda yopishib ketdi. Ana Yunus alayhisalomning o'lishi uchun sabab qilindi. Lekin o'ldimi? Yo'q. Demak, suv cho'ktirmaydi. Suv o'ldirmaydi. Allohning xohishi o'ldiradi. Pichoq kesmaydi. Allohning xohishi kesadi. Ismoil alayhisalomning otasi Ibrohim alayhisalom oyoq qo'lini bog'lab o'g'lini yerga yotqizib, tomog'iga pichoqni qo'yib tortdi. Kesdimi? Yo'q. Pichoq kesmaydi. Allohning xohishi kesadi. Qarang, o't ham, suv ham, pichoq ham bor yo'g'i nima edi? Sabab edi. Bu uchala misolimizda odamlar o'zlariga bog'liq bo'lgan sabablarni qilishdi maqsadiga yetish uchun. Lekin natija ular aytganday bo'ldimi? Yo'q. Natijani kim berar ekan? Endi hamma kengchilikda yashashni xohlaydi. Badavlat bo'lishni xohlaydi. Osoyishta turmush kechirishni xohlaydi. Bu yaxshi niyat. Endi bu maqsadga yetishlik uchun inson sababini qilish kerak. Biz qilishimiz kerak bo'lgan sabablar yana ikkiga bo'linadi. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Demak, rizq bor, iymonimiz bor bunga. Rizqimizni kelishiga bo'lgan sababni qilamiz. Bunga ham iymonimiz bor. Endi biz qiladigan sabablar ikki xil bo'ladi. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab nima? Allohning xohishi. Siz yetmoqchi bo'lgan narsani asli Alloh xohlagan bo'lsa yetasiz. Demak, asli sabab Allohning xohishi. Siz yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetishingizni Alloh xohladimi, xohlamadimi? Buni bila olasizmi? Allohning xohishini bila olmaymiz-da. Demak, birinchi sababni qo'yamizda, ikkinchi sababni qilamiz. Bu tayin qilingan sabab. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish ikki xil bo'ladi. Birinchisi, insonni aqli qabul qiladigan sabablar, insonni aqli qabul qilmaydigan sabablar. Xo'p, keng mo'l ko'lchilikda yashamoqchisiz.
muhtoj bo'lmay, badavlat bo'lib, mo'l-ko'l hayot kechirmoqchisiz. Nima qilish kerak? Aqlimiz oladigan ishlarni aytinglar. Ishlash kerak. Isrof qilmaslik kerak. Tejamkor bo'lish kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Bu birinchisi, hammani aqli oladigan sabab. Buni musulmon ham, kofir ham qilyapti. Bu aqlga tayin narsa. Demak, biz qiladigan sababning birinchisi aqlimiz oladigan sabablar. Buni hamma qiladi. Rizq Allohdan ekanligi iymonimiz bor. O'sha rizq kelish uchun mehnatni qilishimiz kerakligiga iymonimiz bor. Xo'p, yaxshi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan sabablar ikki xil. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi. Bizni boy bo'lishimizni Alloh xohladimi, xohlamadimi, uni bilmaymiz. Buni qo'yamiz. Tayin qilingan sabab qoldi. Tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Bizi aqlimiz oladigan va aqlimiz olmaydigan. Aqlimiz oladigan ishlarni aytdik. Ishlash kerak, ishlash kerak va ishlash kerak. Endi aqlimiz olmaydigan joyi qaysi desa, yaxshi yashash uchun, bekamni ko'z serobchilikda, kengchilikda yashash uchun taqvodor bo'lish kerak. Desa, bu tijoratga, rizqqa nima aloqasi bor taqvodor bo'lishni degan fikr keladi. Farzlarni mahkam ushla, sunnatga amal qil, infoq ihson qil, sila rahim qil desa, tijoratga nima aloqasi bor bu ishlarni deydi odamlar. Asosiy muammo shu yerda. Ya'ni biz aytgan hozirgi sabablarni hammasida zo'rmiz. Mana shu joyigacha. Rizq Allohdan, mehnat qilishimiz kerak. Mehnatimiz, sababimiz ikki xil. Aqlimiz yetadigan, aqlimiz yetmaydigan. Aqlimiz yetadiganini qilyapmiz. Taqvodor bo'lish kerak. Inson xotirjam, osoyishta yashamoqchi bo'lsa, desa, buni nima aloqasi bor deydi. Mana muammoni ildizi qayerda? Dinni, taqvoni bu narsaga qanaqa aloqasi bor? Axir umuman kofir bo'lganlar ham, yahudisi ham, boshqasi ham, mushrigi ham ishlab, nasroniysi ham boyib ketyapti-yu deysiz. Taqvosi bo'lmasa ham bular boyiyapti-yu deysiz. Iymoni yo'q bo'lsa ham boyiyapti-yu deysiz. Biz birodarlar dinsiz bo'lgan, taqvosiz bo'lgan odam ish yurishmaydi, boymaydi deganimiz yo'q. Ular ham boy bo'lishlik sababini qilsa Alloh boy qilib qo'yaveradi. Shuning uchun aytyapmiz-da, insonda aqli qabul qilmaydigan sabablar deb. O't kuydirmadi, pichoq kesmadi, suv cho'ktirmadi. Ular bor yo'g'i sababida xolos. Ha, u sababni qilishimiz kerak. Endi savol. Biz qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni aqlimiz olganini ham, aqlimiz olmaganini ham qildik. Keng yashamoqchimiz, boy bo'lmoqchimiz, rizqimiz keng bo'lishini xohlayapmiz. Ikkala sababni qildik. Endi aniq boy bo'lamizmi? Nima turibdi bu yerda bitta? Asli sabab. Alloh xohlagan bo'lsa boy bo'lasiz. Ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pokiza narsalardan yenglar. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pokiza narsalardan yenglar. Demak, birodarlar, rizqni pokiza qilib yeyishimiz kerak. Sizga yozilgan bugungi 1000 so'm pul keladi. Fojir bo'lsangiz ham, taqvodor bo'lsangiz ham. Faqat uni siz taqvo bilan pokiza qilib olasiz yoki fisq va fujur bilan harom qilib olasiz. Alloh taolo aytayapti, biz sizlarga rizq qilib bergan narsani nima qilinglar? Pokizalarini yenglar. Natija tayin. Rizq ishidagi bizi rolimiz nima? Kasb va hunar tanlash biz ixtiyorimizda va ana shu tanlagan kasb va hunarimizda taqvodor yoki fojir bo'lishlik biz ixtiyorimizda. Qaytaraman. Rizq ishida biz rolimiz ikkita. Qanaqa hunar, mehnatni tanlash? Ikkinchisi, shu tanlagan mehnatda taqvodor yoki fosiq bo'lish. Bu hayvonot olamiga qarasangiz, Allohning san'atiga qoyil qolasiz. Timsoh. Timsoh qo'li kalta, go'sht yeydi,
tishini orasiga go'sht kirib qoladi. Tozalay olmaydi. Tishini orasida qolgan go'sht unga mashaqqat, azob beradi. Endi Allohning qudratiga qarangki, qoyil qoling. Timsoh og'zini katta ochib turar ekan, o'sha tishini orasidagi go'shtlarni terib yeydigan qushlar bo'lar ekan maxsus. Bir qush kirib, o'sha tishini orasidagi go'shtlarni terib yeyapti. Bu kimning san'ati? Birodar, rizq haqida g'am qilma. Rizq haqida g'am qilma. Seni taqdiringga Alloh taolo bitib qo'ygan. Seni rizqingga hech kim xo'jayin bo'la olmaydi. Seni rizqingni hech kim tortib keta olmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.